lekin chiroyli ayollar qaraydi-da. Shuncha ko'proq pul beravering. Men tezroq boy bo'lay aka. Men вообще ajoyib bo'ladi. O'g'irlab ketishdan xavotir olyapsizmi? Davrani egasi o'ziz bo'lasizlar. Zo'r ekan. Bu chiroyli kiyib olgandan keyin va tadbir bo'lar, restoran bo'lar, borgandan keyin chiroyli ayollar qaraydi-da. Keyin eng chatoq tomoni yangiki talaydi meniki. Nimaga meni yerim chiroyli yigit qilib qo'yding deb. Bu hozir birinchi variantda mana. Yana bitta ko'ramiz hozir. Bunisi yoqdimi ko'proq? Agar siz ikkalasini ham olingda, bu misol uchun bir kuni buni kiying, ertasi kuni narxini kiying. Nimaga zo'r bo'ladi, ajoyib bo'ladi. Mana chotki chiqdi hozir, qarang. Bundan ko'chada yurib bo'lmaydi aka. Nimaga yuravering aka? O'zingiz uchun yurasiz-ku. O'g'irlab ketishdan xavotir olyapsizmi? Ha, unisiga bilmadim. Poshnali kiy olmaysizmi? Yo'q. Bu zo'r kачествоsi. Ya aka. Mana Kabani, zamsh, koja, ich koja, подушвasi Evalay. Ko'ring. Bunga temный синий biron bir подбор qilib beraman, вообще ajoyib bo'ladi. Mana aka, mana shuni kiyib ko'ring. Mana Buni endi bitta rubashka beraymi bunga? Variant ham zo'r ochadi. Variantingiz bu. Ko'kchami? Mana shuni bir kiyib ko'ring, tufli ham borib beraman hozir. Ola. Kabani. Zo'r obuvchada bu Kabani. Zamshcha. Yengil подушвали. Davrani egasi o'ziz bo'lasizlar xolisi. Hech kimga bermaysiz. Burukcha ham yoqdi o'zim. Burukcha zo'r ekan. Buni xalas zo'r. Variantlar yaxshi, ha? Ma'qul, ha, o'zizga. Odam Ikkita variant. Ko'ribman, chotki aka variant. Bizlar ham shunday aka. tushunib turibman, aka. To'g'risini aytaymi? Men sizdan qancha ko'p pul olsam menga shuncha baraka, tushunyapsizmi? Men noto'g'ri aytdimmi? Shunday aka. To'g'rimi? Rozi qilib Rozi olsa, bo'lib ha, yashang, rozi aka. bo'lganimdagi shuncha yaxshi-da, shuncha ko'proq pul beravering. Men tezroq boy bo'lay aka. Bizda unutish yo'q. Sizda ham bir xizmatingizdan foydalanamiz. Biron bir restoran ochasizmi yoki bir boshqa bir servislar bormi bilmayman. Endi men har xil bizneslar bor Amerikada ham. Degani meni biznesim shuda aka. Sizlar поддержка qilinglar men biznesimga. Bir-birimizni ana shunday qo'llab-quvvatlamasa hech kim qo'llab-quvvatlamaydi bu yerda. Birimiz поддержка qilib zo'r bo'lib, boy bo'lib, yana boshqalar yangi kelganlarga yana ularga ham поддержка qilib bir-birimizga tushunyapsizmi? Kerak bunaqa narsalar.